Bo'lishicha onlayn tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yinida katta miqdorda pul yo'qotgan shaxs nima qilarini bilmay, o'z hamkasblarining ishonchiga kirib, sheriklarini chuv tushirgan. Internetdagi qimor o'yinlariga berilib ketib, o'zimni hamma pulimni yutqizib qo'ydim. Va keyin o'zim bilan ishlaydigan sheriklariga 4 kishining nomiga ularga bildirmasdan kredit oldim. Bu bolamni birga ishlaymiz. Menga telefon olib berishni aytib, rasmga oldi. Keyin menga bildirmasdan meni nomimga kredit olibdi. Bu haqda menga qarzdorlik haqida xabarnoma kelgandan keyin bildim. Keyin bu bo'yicha ichki ishlarga murojaat qildim. Holat Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan nazoratga olindi. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi B, G bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, protsessual tartibda ushlangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Fuqarolarning ishonchiga kirib, ular nomiga rasmiylashtirilgan jami 75 million so'm pullarni o'zlashtirgan shaxs endi pushaymonlikda. O'zim pullarni chiqarib olaman degandim. U pullarni ham yutqizib qo'ydim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Ishonmagin do'stingga somon tiqar postingga deb bejizga aytishmagan. Yuqoridagi holatlar bugungi kunda ko'plab uchramoqda. Sizni biror tanishingiz o'z mobil telefonida rasmga olmoqchi bo'lsa, bee'tibor bo'lmang. Ular nomingizga kredit rasmiylashtirayotgan bo'lishi mumkin.